Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi amaliy dars mavzumiz texnik xizmat ko'rsatish mintaqasini hisoblash. Darsimiz rejasi ikkitadan tashkil topgan. Birinchisi ishlab chiqarish dasturini hisoblash, asosiy qismi bu. Ikkinchisi texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mirlash bo'yicha ish hajmini, me'yorini nizomdan tanlab olish. Bugungi amaliy darsimizda berilgan topshiriqimiz quyidagidan iborat. Avtomobillarning ishlash tartibida quyidagilar ko'rsatiladi. Ya'ni bugungi bajaradigan ishimizning topshirig'i mana shu. 200 dona KAMAZ 5320 avtomobili olindi. Kunlik yurgan yo'li 205 km. 3-toifa ishlatilish sharoiti. K4 koeffitsiyentimiz 1.2 qiymatga teng. Avtomobillarning yillik ish kunlari D yillik ish kunlari 305 kundan. Avtomobillarning yo'lda ishlash davomiyligi 1 almashinuvga teng bo'lishi mumkin. Avtomobilning resurs yo'li yoki mukammal ta'mirgacha va 2 mukammal ta'mir oralig'idagi yurgan yo'liga siklda yurgan yo'l deyiladi. Bu usul asosida avtomobilning bir sikl davomida ekspluatatsiya qilingan kunlari va tiklash hamda texnikada turgan kunlari aniqlanib, ularning nisbatidan avtomobilning texnik tayyorlik koeffitsiyentini aniqlaymiz. Bu koeffitsiyent avtomobilning yil davomida yo'lini topish imkonini beradi. Sikl davomida bitta avtomobilning texnik xizmat ko'rsatishi va mukammal ta'mirlash soni quyidagi tenglamalar orqali hisoblaymiz. Birinchi, mukammal ta'mirlashlar soni. Bu miqdorimiz mana ko'rib turganlaringizdek 1 ga teng. Bir sikl davomida avtomobilni bosib o'tgan yo'li 175.890 ga teng. Mana bularning o'zaro nisbati 1 ga teng. Demak, bir sikl davomida avtomobil bir marta mukammal ta'mirlanadi. Ifodaning mazmuni shu. Ikkinchi, texnik xizmat ko'rsatishlar sonimizni aniqlaymiz. Bunda mukammal ta'mirgacha bosib o'tilgan masofani hisobiy ellikki masofamizga bo'lib, mukammal ta'mirlashlar sonini ayiramiz. Chunki oxirgi ikkinchi texnik xizmat ko'rsatish mukammal ta'mirga to'g'ri kelganligi uchun u o'tkazilmaydi. Shuning uchun bu ayirib tashlanadi. Demak, 175.890 ni 7.995 ga bo'lib 1 ni ayirsak 21 ta. Ya'ni sikl davomida 21 ta ikkinchi texnik xizmat ko'rsatishlari o'tkaziladi. Keyingisi birinchi texnik xizmat ko'rsatishlar sonini aniqlaymiz. Mana ifodamiz. Bu yerda mukammal ta'mirlashlar soniga ikkinchi texnikalar sonini qo'shib, mana bu natijadan ayiramiz. Ya'ni buni ma'no shuki, bir sikl davomida avtomobillarga 44 ta birinchi texnik xizmat ko'rsatish bajariladi. Ana endi kunlik texnik xizmat ko'rsatishlar soni. Mukammal ta'mirgacha bosib o'tilgan masofani avtomobilni bir kunda bosib yurgan yo'liniga bo'lamiz. Bu 858 ta. Demak, avtomobilimiz 858 marta yo'lga chiqib ish bajaradi. Mana buni grafik tarzda ko'rsatyapmiz. Mana bu oraliq. Bir kunda bosilgan masofalar, mana 205 km, ikkinchi kun qo'ysak 410, uchinchi kun qo'ysak 615 va hokazo. 2665 kilometrga borgan paytda mana uchburchakli belgilaganmiz. Birinchi texnik xizmat ko'rsatish o'tkaziladi. Demak, navbatdagi texnik xizmat ko'rsatishga borish uchun yana 2665 kilometr qo'shiladi bunga. Bu 5330 kilometr bo'ladi. Demak, 5330 kilometr bo'lganda birinchi texnik xizmat ko'rsatish o'tkaziladi. 7995 ga borgan paytda birinchi marta o'tkaziladigan ikkinchi texnik xizmat ko'rsatish ishlari bajariladi. Va hokazo bu bilan mana 63960 gacha boradi, mana 63960. Bunga yana buni qo'shsak, bir kundagi masofasini bir kunda emas, 7995 ni qo'shsak, mana bu natija kelib chiqadi. Va hokazo 175890 km bosgandan keyin avtomobilimiz mukammal ta'mirga yuboriladi. Mana bu bajargan ishlarimizni grafik ko'rinishdagi tasviri. Sikl davomida bitta avtomobilning umumiy turish kunlarini quyidagicha aniqlaymiz. Bu quyidagilardan iborat. Demak, mukammal ta'mirdagi turish kunlari, ikkinchi texnik xizmat ko'rsatish turish kunlari, joriy ta'mirda turish kunlari va avtomobilni ro'yxatdan o'chirguncha turish kunlari. Mana bu qiymatni 0 deb olamiz. Mana bu ikkovi qiymati nizomdan olinadi. Nizomda bu 25 kunga teng.
mana bu qiymatimiz 25 ga teng. D mukammal ta'mir mana bu ikkovini yig'indisi 0.7 kunga teng. Qo'ysak 25 kundan 7 26 kun deb yaxlitlab olamiz. Demak, sikl davomida bitta avtomobil mana shuncha kun ishlamasdan texnik sabablarga ko'ra to'xtab turadi. Mana nizom bo'yicha bizning avtomobilimiz KAMAZ 5320 8 tonna. Mana 8 tonna va undan yuqori ko'taruvchi avtomobillarga 0.55 0.70 kun ikkinchi texnika va joriy ta'mirda turishi va mukammal ta'mirda turish kunlari 25 kun. Hozir ko'rsatishimiz mana bu. Mana ko'rsatishimiz mana 25 kun 0.7 kun. Qo'shib yaxlitlab 26 kun deb oldik. Mana shu olingan ko'rsatkichlar mana shu jadvaldan olingan edi. Agar sizlarning topshiriqlaringizda masalan yengil avtomobil bo'ladigan bo'lsa, boshqa ko'rsatkichlar. Avtobusda bo'ladigan bo'lsa, boshqa ko'rsatkich yoki kamroq yuk ko'taradigan avtomobillar bo'lsa, yuk avtomobillari boshqa ko'rsatkichlar olib bajariladi. Avtomobilning sikl davomida ekspluatatsiya qilish kunlari. Demak, avtomobilni sikl davomida ekspluatatsiya qilish kunlarini mukammal ta'mirgacha bo'ladigan masofani kunlik yurgan yo'l masofaga bo'lamiz. Mana 175.890 275 ga bo'lsak, 858 kun avtomobil ishlatiladi degani. Demak, bir sikl davomida avtomobilimiz 858 kun ishlatiladi. 858 kun ishlagandan keyin avtomobil nima? Birinchi mukammal ta'mirga uzatiladi. Avtomobilning sikl davomidagi texnik tayyorgarlik koeffitsiyentini quyidagicha aniqlaymiz. Sikl davomida ishlatilish kunlarini, sikl davomida ishlatish kunlari va avtomobilni ta'mirda turish kunlari, mukammal ta'mirda turish kunlarini qo'shib bo'lsak 0.97 chiqdi. Ya'ni avtomobillarimiz agar garajda 100 ta avtomobil bo'ladigan bo'lsa, shulardan 97 tasi ishga shay degan ma'noni anglatadi. Avtomobil saroyidan foydalanish koeffitsiyenti quyidagicha aniqlanadi. Demak, texnik tayyorgarlik koeffitsiyentini avtomobillarning ishlatilish kunlarini bir yildagi kalendar kunlari soniga bo'lib, texnik tayyorgarlik koeffitsiyentiga ko'paytiramiz. Bu natija mana 0.81 ko'rsatkichga teng bo'ldi. Demak, masalan 100 ta avtomobil bo'ladigan bo'lsa garajda, shundan 97 tasi texnik shay bo'lganligi bilan chiqish koeffitsiyenti necha bo'lyapti? 0.81. Bitta avtomobilning bir yilda yurgan yo'lini quyidagicha aniqlaymiz. Bu avtomobilni ishlatish kunlarini texnik tayyorgarlik koeffitsiyentiga va kunlik yurgan masofaga ko'paytirish bilan bajariladi. Mana bu avtomobilimiz bir yil davomida 60.649 kilometr masofa bosadi degan. Avtomobilning bir yilda va siklda o'tgan yo'li aniqlangach, ularning nisbati yordamida sikldan yilga o'tish koeffitsiyentini topish mumkin. Yillik masofani mukammal ta'mirgacha yurgan, ya'ni bir siklda yurgan masofasiga bo'lsak, sikldan yilga o'tish koeffitsiyenti kelib chiqadi. Ko'rsatkichimiz mana 0.134 qiymatga teng. Ana endi butun saroy uchun yillik texnik xizmat ko'rsatkichlari va mukammal ta'mir bo'yicha ishlab chiqarish dasturini quyidagicha aniqlaymiz. Mukammal ta'mirlar soni bir siklda bittaga teng edi. Hatto saroyimizda 200 ta avtomobil bor edi. Mana sikldan yilga o'tish koeffitsiyentiga ko'paytirsak 68.9 chiqdi. Buni 69 deb yaxlitlaymiz. Demak, yil davomida 69 ta mukammal ta'mirlar o'tkazilar ekan. Ikkinchi texnikalar 1448 ta chiqdi. Mana shu ko'rsatkichlarni ko'paytiramiz. Bu yerda sikl davomida o'tkaziladigan ikkinchi texnikalar sonini oldik. Xuddi shunday birinchi texnikalar sonini mana qo'yib chiqardik. 3034 donaga teng bo'ldi. Ya'ni kunlik texnik xizmat ko'rsatkichlarimiz 59170. Chiqqan natijaga e'tibor qilinglar. Bu keyingi navbatdagi hisob-kitoblarimizda buni tekshirish uchun boshqa usulda hisoblaymiz. Bular qiymatlar juda yaqin yoki teng chiqishi kerak. Avtomobillarni yangilanishiga, ishlab chiqarish texnik bazada ilmiy texnik taraqqiyotni qo'llashga mo'ljallangan yangi korxonalar loyihalanayotganda Tulum 0191 da, Tulum deganimiz bu texnik loyihalarning umumittifoq me'yorlari 91-yilda qabul qilingan da kunlik xizmat ko'rsatishdan tashqari birinchi texnika, ikkinchi texnika va joriy ta'mir ishlaridan so'ng tozalash, dvigatel va shassini yuvish ishlari.
Ularning sonini quyidagicha aniqlaymiz. Bir yilda o'tkaziladigan birinchi texnikalar va ikkinchi texnikalar sonini qo'shib 1,6 ko'paytirsak, bu ko'rsatkichimiz kelib chiqadi. Mana 12.026 donaga teng bo'ladi. Bir yilda 2 marta o'tkaziladigan mavsumiy xizmat ko'rsatishlar soni quyidagicha topiladi. Ya'ni ro'yxatdagi avtomobillar sonini 2 ga ko'paytirsak, 400 chiqadi. Demak, bir yil davomida 400 marta mavsumiy texnik xizmat ko'rsatishlar o'tkaziladi. Kuzdan qishga o'tish mavsumida va bahordan yozga o'tish mavsumlarida. Yillik birinchi va ikkinchi tashxislar soni mana bu ifoda orqali topiladi. Birinchisi 4785, ikkinchisi 1738. Avtosaroy uchun kunlik texnikalar soni, ya'ni har kun o'tkaziladigan texnikalarimiz soni. Chalkashtirib yuboringlar, bu umumiy ma'noda aytilyapti. Ana shundan ikkinchi texnikalar soni. Demak, yil davomida o'tkaziladigan texnik xizmat ko'rsatishlar sonini ish kunlariga bo'lsak, bu ko'rsatkich kelib chiqadi yaxlitda 5 ta. Demak, bir yil davomida avtosaroyda bir sutkada avtosaroyda 5 marta ikkinchi texnik xizmat ko'rsatish bajariladi. Xuddi shunday birinchi texnikani hisoblaymiz. Kunlik texnikani ikki xil usulda hisoblash mumkin. Mana bu ko'rayotganlaringiz birinchi usul, ya'ni bir yilda bajariladigan kunlik texnik xizmat ko'rsatishlar sonini shu mintaqani ish kunlariga bo'lsak, mana bunda 194 chiqdi. Mana shu bizning misolimiz yuk avtomobil bo'lgani uchun 305 olyapmiz. Agar avtobus, taksi korxonalari loyihalanayotgan bo'lsa, bu har kun ishlaydi. Demak, bular 365 ga bo'linadi. Yoki mana bu usul bilan ro'yxatdagi avtomobillarni texnik tayyorgarlik koeffitsiyentiga ko'paytirsak, mana bu ko'rsatkich mana hisoblarimizni to'g'riligini tekshirish uchun bajarib ko'rdik. Mana ikkalasi ham 194 ga teng bo'ldi. Birinchi tashxislar soni mana topilishi 16 ta. Ikkinchi tashxislar soni 1 dona. Ishlab chiqarish dasturini tenglamalar tizimini qo'llab hisoblash. Ya'ni bu oldin bajargan ishlarimizni tekshirib ko'ramiz. Texnik tayyorgarlik koeffitsiyentimiz oldingi hisoblarimizda mana 0.97 chiqqandi. Foydalanganimiz mana bu hisobimizda ham mana 0.97 chiqdi. Bu demak bizning bajarayotgan hisoblarimiz xato emasligini bildiradi. Avtomobilning yillik yurgan yo'li. Bu usul boshqacha mana. Bir yilda ishlatilish kunlari, avtomobillarning texnik tayyorgarlik koeffitsiyenti kunlik bosadigan masofaga ko'paytirdik. Mana oldingiga o'xshash 60.649 kilometr chiqdi. Texnik xizmat ko'rsatish va mukammal ta'mir bo'yicha butun avtosaroy uchun ishlab chiqarish yillik dasturini quyidagicha aniqlaymiz. Mukammal ta'mirlar soni. Oldingi hisobimizda ham 69 chiqqan. Demak, hisoblarimiz xato ketmayapti. Ikkinchi texnikalar soni. Bu ham 1448. Oldingi hisoblarimiz bilan teng. 3034 ta birinchi texnikalar soni. 59170 ta kunlik xizmat ko'rsatishlar soni. Ana endi harakatdagi tarkib texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash uchun ish hajmi me'yorini 14-jadvaldan olamiz. Bizning avtomobilimiz mana KAMAZ 5320 bo'lganligi uchun kunlik texnikaning ish hajmi mana 0.3, mana 0.3 ko'rsatish nollik. Birinchi texnika uchun 3.4. Bu ishchi soat, kishi soat degan ko'rsatkich bilan, ya'ni bitta kishi 3.4 soat davomida avtomobilga birinchi texnika ishlarini bajarib bilish kerak. Xuddi shunday ikkinchi texnikada mana 12.8 mana natijalarini berib qo'ydik va har 1000 kilometrga joriy ta'mir ish hajmi 6.6. Mana 6.6. Navbatdagi amaliy darsimizda mana shu ko'rsatkichlardan foydalanib, shu topshirig'imizni davom ettiramiz. Bugungi mavzumiz bo'yicha bajariladigan ishlar mana shulardan iborat edi. Har birlaringizga alohida topshiriqlar beriladi. Sizlar o'zlaringiz uyda mana shu topshiriqlarni bajarishlaringiz kerak bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.